Bugungi videomizda biz har xil eksperiment va tajribalarni qilib ko'ramiz. Bu eksperimentlar juda ham ajoyibki, siz hatto hayratda qolasiz. Bizning birinchi eksperimentimiz shunday iboratki, biz tepaga qurib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hamda tovuqlar uchun bir blok joy ochib, atrofini o'rab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni iloji bo'lsa shishadan bizni ko'rinib turish uchun tovuqlarimiz. Hamda bu yerga bitta devorni bitta qismiga bitta dispenserni joylab qo'ysak va uni ichiga xohlagancha 2x yoki 3x, ya'ni 2 yoki 3 sak tovuqni tuxumini solib qo'yamiz va ularni birin-ketin spam qilishimiz kerak bo'ladi. Men bu joylarni tezlashtiraman, chunki bu yer juda ham zerikarli tuyulishi mumkin. Va mana bizning tuxumlarimiz attiga 10 ta qoldi va tuxumlarni ham spam qilsak, shu bilan eksperimentimizni bemalol boshlasak bo'ladi. Va mana bizning dispenserimizda ham tuxumlar qolmadi va biz eksperiment qilmoqchi bo'layapmiz. Shuning uchun tagini buzishimiz kifoya bo'ldi va mana o'zlaring ko'rsanglar bo'ladi. Xuddiki tovuqlar madhiyat uchun smenna, ya'ni saflanib olganga o'xshaydi. Xuddi har doim dushanba lineykaga chiqqandek-da bezor qiladi, aytishingiz shart emas. Va bu eksperimentni ham albatta sizlar ham Minecraftda takrorlab ko'ringlar va bu juda ham ajoyib eksperiment edi. Men shunchaki atrofni tozalamoqchi edim, lekin mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz keyingi eksperimentga o'tamiz. Mana bu dispenserni hammanglar bilsanglar kerak va mana bu chayin bosinglar ishlaydi. Ya'ni men mana bu dispenserga suvni qo'ysam, dispenserdan suv otiladi va mana bu yerga suv oqib ketadi va biz partani oldiga qo'yib, mana bu ichagini aktivlashtirsak, mana bu dispenser suv chiqarganda aynan portalning ichiga suv o'tib ketadimi yoki-da nima? Qandaysiga, axir men shunchaki oddiygina suv portalni buzib yubordimmi? Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Men shunchaki dispenser bilan adiga suv o'tkazmoqchi edim. Bilasizlar, adiga umuman suv qo'yib bo'lmaydi va yana buni albatta yana bir marta qilib ko'rish kerak va yana bir marta suv oqib ketdi. Ya'ni suv portalni buzib yuboryapti bo'ldi. Qanaqasiga Minecraft logikasiga tupurib qo'ygan. Men o'yladimki, xuddi suv yo portalga o'tib ketadi yoki hech narsa bo'lmaydi deb o'ylagandim. Umuman o'ylamagan joydan mana bunaqa ajoyib narsalar bo'lib turyapti. Bu juda ham g'alati. Stop. Hozir qandaysiga men hozir suvni o'zini qo'ysam portal buzilmayapti, dispenser bilan buzilib ketyapti. Menimcha suvni bosimi dispenserda menimcha portalni buzilishiga sabab bo'lyapti. Mayli, avval adiga kirib ko'raylikchi, balkim ichida suv paydo bo'lib qolgandir. Ha, Elnurchik, sen buni tushingda ko'rasan. Keyingi eksperimentga o'tadigan bo'lsak, mana bu taxtani ko'rib turibsizlar va men mana bu taxtaga TNTni qo'yib portatib yuborsam, TNT pastga tushib ketadi va pastga tushib ketganda TNT albatta mana bu portalga kiradi va portalga kirib o'z-o'zidan yo'qolib qoladi. Va shunda portalga kirib portlaydimi yoki-da shunchaki o'sha yerda turadimi yoki biz kirguncha portlab ketadimi? Hozir shuni sinab ko'ramiz bo'ldi. Va qani portlatdik va rostdan ham mana TNT pastga kirib ketdi. Ya'ni o'zidan o'zi yo'qolib qoldi. Va bitta emas, balkim ikkita jo'natdik. Qani hozir portalga kirib ko'ramiz. Qani hozir bizlarning aytgan narsalarimiz o'xshaydimi yoki yo'q? Va men rostdan ham bola TNT portlamay turibdi ekan. Aynan biz kirganimizda TNT portladi bo'ldi. Menimcha bu Minecraft logikasini shunday qilib qo'ygan, faqatgina o'yinchi chiqqandan, o'yinchi ya'ni adiga kirgandan keyin, faqatgina adi emas, endga kirgandan keyin TNT portlaydigan qilib qo'yishgan bo'ldi. Va bu bilan bizning eksperimentimiz o'xshadi bo'ldi. Keyingi eksperiment uchun biz oddiy olamga qaytib o'tirishimiz kerak emas. Mana shu entayoq qilib ko'ramiz. Bilasizlar, atrofimizda hozir Ender Dragon uchib yuribdi va adda biz yana bitta Ender Dragon spam qilsak cheat bilan. Hozir shunga oydinlik kiritamiz. Ender Dragon deb yozamiz mana bu yerga. Va qani spam bo'larmikan? Nima, rostdan ham Ender Dragon spam bo'ldi. Men shu paytgacha Ender Dragon spam bo'lmaydi. Men endi ya'ni Ender Dragon spam qilsak, bu yerda Ender Dragon bor, boshqa qilib bo'lmaydi deb yozuv chiqadi deb o'ylagan ekanman, lekin bu rostdan ham o'xshadi. Keyin ikkita Ender Dragon emas, balkim 3 ta Ender Dragon qilamiz. Va mana biz 3-chi Ender Dragonni ham spam qildik va endi ko'ryapsizlar, 3 ta Ender Dragon atrofimda aylanib yuribdi. Karl, bunaqasini hamma youtuberlarda ham ko'ra olmaysizlar. Mana bitta Ender Dragon qo'ndi, ikkinchisi ham qo'ndi, uchinchisi ham qo'narmikan? Uchinchisi atrofida girgiton bo'lib aylanib yuribdi. Mana ikkinchisi qo'nadi, uchinchisi qochib ketdi. Xullas shuna qilib bittasi kirdi, bittasi chiqdi. Shuna qilib sanam o'ynab o'tirsanglar ham bo'ladi. Xullas eksperimentimiz o'xshadi. Men bu eksperimentni qilishdan olmaganman, o'zim o'ylab topdim bu eksperimentni shaxsan va videoga like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar ham arziydi bunaqa qiziqarli videoga.
Ha, men sizlarga buni ko'rsatmasdan keta olmas edim. Mana buni qaranglar, qanday ajoyib va yorqin. Bundan zo'ri bormi Minecraftda? Shu bilan afsuski, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Men sizlarga xayr demayman. Uchrashguncha aziz do'stlar. Xayr, sog', omon bo'linglar.